Ansiz xiyollarni tizginlashdagi amaliy choralar. Andisha, qo'rqinch yoki cho'chish qatorliq hissiyotlarning zarbasiga uchraganda burmalangan o'y-xiyollarni tizginlash ba'zi mushkul. Tashvishga mubtalo bo'lishdan ilgari hissiy miyingiz bilan aqliy miyingizni o'zaro suhbatlashtiring. Vahima va pokit temasidagi dialog jadvali sizning andisha va vahimani unumli tizginlashingizga yordam berdi. Biz burmalangan yoki g'ayri idrokiy xiyollarni bostirganda tashvishni azaytqili bo'lganligini bilamiz. Lekin buning uchun konkret nimalarni qilish kerak? Vujudingizga ansizlik, tafakkuringizni tizginlab olganda mantiqli tafakkurdan eg'iz ochqili bo'lmaydi. Badaningiz va hissiyotingiz sen xatar ichida degan yakunni chiqarganda aqliy jihatda men his qilayotgan xavf asossizdir. Qo'rqishga hojat yo'q yoki ziyoda andish qilib ketyapman degan tonishga kelishning hech qancha foydasi yo'q. İnsanning ikki miyasi. Badam miyasi yadrongiz yoki hissiy miyingiz sizni tahdid kuchirdi deb qarasa, buningga darhol avtomatik inkos qaytaradi. Bu xil inkos joyini topganda favqulodda unumli bo'ladi. Hatto hayotingizni qutuldirib qola oladi. Lekin bu jihatdagi masala bu miyaning ziyoda inkoschanligi, zaruriyatsiz qayg'u, qo'rqinch yoki tashvishni g'idiqlaydiganligidir. Miyangizning yuqorqi qismi, ya'ni hissiy miya qancha bak taraqqiy qilgan bo'lsa, cho'ng miya postaloq qavatingiz yoki aqliy miyangiz shuncha kichik bo'ladi. Shundaqla bu miyaning inkosi hissiy miyaninkidan asta bo'ladi. Hissiy miyaning inkosi aqliy miyaninkidan texmi tez bo'lganlik uchun badaningizda adrenalin ko'plab ajrilib chiqadi-da, badaningiz buningga qarta urushqa yoki qechishga tayyorlangandek inkos qaytaradi. Kallangizga xatarlik degan uchur kelgan amon siz ansiraysiz yoki qo'rqsiz va kallangiz duchor bo'lg'usi tahdidlarni izlashga boshlaydi. Agar u sirtdan biror tahdidni topolmasa, badan tuyg'ungizni, o'y-xiyollaringizni yoki hissiyotingizning vaznini xatarlik deb qarashga boshlaydi. Ushbu hissiy quyunni tizginlash ba'zi mushkul. Sizning allaqachon harakatga o'tgan hissiy miyangizga quloq solinish kerak. Ammo mazkur miyangiz o'zi ham paketlarga, reallikqa quloq solish kerak. Aqliy miyangizmi nuqul holda xatar izlashning o'rniga umumiy vaziyatni kuzatish kerak. Bu ikki miyangiz o'zaro suhbatlashishi kerak. Agar siz tamkin turgan chog'ingizda bunday qilishni mashq qilsangiz, tashvishlanganingizda bu ikki miyangizning fikr almashtirishi ko'p osonga to'xtaydi. Mazkur maqola sizga qo'rqinch va qayg'u muvaffaqiyatli holda quloq solishni, bu haqda izlanishni va qaytadan baholashni o'rgatadi. Ikki miyangizning suhbatlashishiga yordam qiling. Tashvish bilan pokit o'rtasidagi dialog jadvalini tuzing. Buning uchun ikki stonliq bir qancha qurliq jadvaldan birini sizing. Sol tarafdagi stonga qayg'ular, qo'rqinchlar, tushkun xiyollar deb ism qo'ying. O'ng tarafdagi stonga reallik, pokit, mantiqa, nuqtai nazar deb ism qo'ying. Bu usulning davomlashishiga ergishib, texmi ko'p o'y-xiyollaringizni jadvalga qo'sha olishingiz uchun jadvalni kompyuterda tuzing. Hissiy miyangizdagi tashvishni bayqash, shundaqla ularga ishonchlik va o'zingizni qoyil qilarlik tarzda savol qo'yish ko'ringanidek oson ish emas. Tuvandagilar bu vaqtdagi dastlabki 3 choradir. Birinchi chora: tashvishni bostirishdan ilgari quloq soling. Oldi bilan sol tarafdagi stonni to'ldiring. Bu intayin muhim. Agar siz dastlabda o'ng tarafdagi stonni to'ldirib, qayg'ularingizga radiya berishga urinsangiz, hissiy miyangiz o'ziga quloq solinmagandek hissiyotda bo'ladi. Bu xil ahvolda siz dialogning o'rniga tövandagidek oyga chiqmas talash tortishni boshlagan bo'lasiz. Hissiy miya: bu xatarlik. Aqliy miya: yo'q, undaq emas. Hissiy miya: shundoq. Aqliy miya: undaq emas. Hissiy miya: qat'iy xatarlik. Aqliy miya: hargiz undaq emas. Bundaq talash tortishdan hech qanday natija chiqmaydi. O'z kechmishlaringiz haqida o'ylaning. Siz tashvishlanganda yoki qo'rqqanda va kishilar sizga g'am qilmang, qo'rqmang deganda siz bundaq gaplarga qoyil bo'lamsiz yoki hissiyotingizga haqiqiy ravishda
quloq silinmagandek o'ylamsiz. Hatto 2 mingingizdan biri atrofda tahdid yo'qligini bilgan taqdirdami, yana bir mingingiz yanıl tahdid bor deb qaraverdi. Shunga hissiy mingingizni qo'rqitgan yoki qayg'uga solgan har qanday narsaga astoydil quloq siling. Ikkinchi chora. Tafsilotlarni biling. Tashvishingiz sizga men degandek qilmasang cho'qim mundaq bo'ladi degan ish zodi nima? Agar siz qo'rqinchingiz yoki tashvishingiz bo'yicha ish qilmasangiz qanday bo'ladi? Agar siz o'zingizni qo'rqitgan ahvolni tark etmasangiz yoki uningdan saqlanmasangiz nima ish yuz berdi? Agar siz o'z inkosingizga qarta sagihlashmasangiz yoki uningga qarshi zarbaga o'tmasangiz nima ish yuz berdi? Siz xatardan aman qilish uchun muayyan bir ishni qilmasangiz qanday bo'ladi? Qo'rqinch yoki qayg'u sizga talqin qilgan, mundaq qilmasang mundaq bo'ladi degandek barcha vasvasalarni ochiq qilib yezib chiqing. Uchinchi chora. Masalaning mohiyatini biling. Qo'rqishga loyiq ishlar zodi qaysilar? Qaysi xil yoshirin ko'z qarashlar vahimini normal inkosga o'xshash tuyuldiradi? O'tmishdagi qaysi foydasiz saboqlar navbatdagi andishiga sabab bo'ladi? Ifodalanmagan bu farazlarni va ko'z qarashlarni yezib chiqing. Qo'rqishning o'zingiz, boshqalar, ahvolotlar yoki dunyo to'g'risidagi farazlarni yezib chiqing. Johnson izchil o'zining mashinasidan va mashina voqeasiga uchrashdan ansirab yuratdi. Biz tövanda uning aloqador dialog jadvalini tuzib chiqamiz. U kallasiga eng oson keladigan andishalarni yezib chiqqandan keyin o'zining bolalarni xo'rlaydigan aroqkash dadasining yonida cho'ng bo'lish jarayonida olgan saboqlar haqida o'ylandi va ilgirki farazlarning o'zidagi vahimini kuchaytirayotganligini tonib yetdi. Bu xil umumiy ko'z qarashning naqadar osonlik konkret andishiga sabab bo'lganligiga diqqat qiling. Johnsonning dialog jadvali. U qayg'ular, qo'rqinchlar, tushkun xiyollar degan stunga monolarni yozdi. Mashinamda cho'qim ig'ir chatoq bor. Mashinadan chiqqan har qanday ovoz biror chatoq borligidan va mening voqeaga uchraydiganligimdan darak berdi. Men texnik xodimga ishonmayman. U cho'qim ba'zi masalalarni ko'zdan qochirdi. Men cho'qim har vaqt bo'lg'usi xatarga qarta sagih turishim kerak. Sizmi o'zingizning vahima va paket temizidagi dialog jadvalingizni tuzib chiqing. Xulosa. Qo'rqib ketgan chog'da mantiqliq tafakkur qilish ba'zi mushkul. Siz cho'qim oldin harakatga o'tishingiz kerak. Vahima va paket temizidagi dialog jadvalini tuzish mingning ikki bo'limining o'zaro suhbatlashishiga va bir-birining xitobi quloq solishiga yordam berdi. Ishni quloq solishdan boshlang. Tafsilotlarni yezib chiqing va masalaning mohiyatiga qarang.